Hayit bayramida hayit ro'zasini tutish mumkinmi? Albatta mumkin emas. Shuning uchun bugun siz bilan bayramni qanday boshlash va sunnatlarga amal qilishni o'rganamiz. Eslab qoling, hech qaysi hayit bayramida ro'za tutilmaydi. Lekin yana bir hadisga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan Qurbon hayiti tongida hech narsa yemaganlar, lekin namoz vaqtidan so'ng qilingan qurbonlik go'shtidan yeganlar. Va siz ham sunnatga muvofiq namozgacha yemay undan keyin tanovul qilishingiz mumkin. Erta tongdan g'usl oling, eng chiroyli kiyimlaringizni kiying. Erkaklar atir sepishadi, ayollar esa faqat o'z uylari ichida. Ko'proq tahlil va takbir ayting. Hayit namozi masjidda 2 rakat o'qiladi. Agar qurbonlik qilish uchun mol tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, aynan namozdan keyin Alloh nomi bilan so'yiladi. Niyat juda ham muhim. Qurbon hayiti bayrami 3 kun davom etadi. Bu kunda ro'za tutilmaydi. Bu kun bizning bayramimizdir. Bu namoz va qurbonlik kunidir. Ertaga esa nima uchun qurbonlik qilishimiz haqida gaplashamiz. Eng yaqin insoningizga yuboring. Hayit muborak.